Assalomu alaykum, Katyol.uz kanali hurmatli tomoshabinlari. Biz Andijon viloyati Sharxon tumanining Jo'ja mahalla fuqarolar yig'inidamiz. 80 kvadratli xonalarga qish mavsumi uchun xonalar issiq bo'lishi uchun isitish tizimimizni o'rnatib beryapmiz. Hovlimiz aylanasiga tushgan. Juda ham katta hovli. Bular tanlashdi. Qish mavsumi uchun kerakli xonalar. Ya'ni bu tomonda bittan foydalanishar ekan, shuning uchun isitish tizimini bu tomonga o'rnatib beryapmiz. Bu tomonga o'rnatganimiz yo'q. Xudo xolasa isitish tizimiga radiator, turba nimaki kelsa, hamma narsani o'zimiz hozir olib kelib ustanovka qilyapmiz. Xonalarimiz bitta rayatda, bitta qatorda tushgan. Mana shu betdan bag'iga polniy radiator sistema qilib, samatoka sistemamiz. Samatok sistema qilib berdik radiatorlarimiz, ya'ni suvni qaynash hisobiga o'zi tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Oxirgi tochkamiz mashet. Radiator mashetga qo'yilgan, tepadan tushib, polniy qaytib ketadi. Katyolimiz o'sh tomonga o'rnatilgan. Mana bu qatorda oxirida kichkinagina xonacha bor. Shetga o'zimiz ishlab chiqargan 15 kilovatlik ko'mirli katyolimiz ustanovka qilinyapti. Hozir yarim soatlik ishimiz bor. Bu yerda ertalab boshlaganmiz ishlarimizni. Bir 12 soat atrofida bo'lyapti. Bu yerda tok juda ham ko'p o'char ekan, shuni hisobiga jicha cho'zilib ketdi. Hozir sentralniy podachi ketgan, shu podachini ulab, obrotkani ulasak bo'ldi. 15 kilovatlik o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli katyolimiz. Xo'p, birinchi tochkamiz mana 30 ga 1 m 20 cm lik ikkita radiator o'rnatilibdi. Podachilarimiz o'sha sentralniy podachidan 20 lik turbada radiatorlarga tushyapti. Obrotkasi pol tagidan bo'lyapti mana. Hozir ko'rsatgan radiatorim bor edi. Oxirgi radiator ham shunaqa kichkina radiatordan qo'yilyapti. Bitta, ikkita. Xo'p. Asosiy 3 ta xona ekan. Hozirgi bitta xonamiz, bu tomonda ham mana o'rtada bitta xonamiz. Batga bitta radiator qo'yilibdi. Bu hammomda ham bitta radiator bor ekan. Общий 6 ta radiator, asosiy bitta, ikkita, 3 ta. Juda ham aqlli isitish tizimi bo'lyapti. Ya'niki 3 ta xonaga kerakli xonalarga isitish tizimi o'rnatilyapti. Xudo xolasa, albatta yarim soatlik ishimiz bor ekan. Hozir videoda oxirigacha kuzatib turinglar. Shu isitish tizimiga nimaki kelsa, radiator, katyol xizmatlarimiz, mashaqa 3 ta kichkina xonalar, hammom bo'lyapti. Sizlar proyektlaringda ham shunaqa proyekt bo'lsa, isitish tizimi qanchaga tushishini sizlar ham bilib olasizlar. Hozir video oxirida polniy hisob-kitob qilib, radiatorlarimiz, xizmatimiz qancha bo'ldi va katyolimiz qancha. Umumiy mana shu 3 ta xona qanchaga tushganini sizlarga aytib, ko'rsatib, hamda isitish tizimimiz, sistemamiz qanaqa isitib berdi, hammasini video davomida qo'yib boramiz. Videoga like bosishni unutmanglar, kanalda mehmonlar albatta podpisatsiya bo'lib, kimga shunaqa ko'mirli katyollar kerak bo'lsa, shunaqa isitish tizimini o'rnatadigan santexniklar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning santexnik ustalarimiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqarida bizning asosiy yo'nalishimiz gazlashtirmagan hududlar uchun ko'mirli katyollar ishlab chiqarish. Bizning katyollar showroomimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Pastdagi raqamlarga Telegramdan lokatsiyani o'zini yozsalang, joyimiz lokatsiyani tashlab beramiz. Bizda turetskiy, rossiyskiy o'zimiz ishlab chiqargan har xil 20 xildan ortiq ko'mirli katyollar bor. Ko'mirli katyolimizni juda ham ko'pchilik so'raydi. Jicha tushuntirib o'tib ketaman. Bu ko'mirli katyolimiz o'zimiz ishlab chiqargan 15 kilovatlik, ya'ni 80 kvadratdan 150 kvadratgacha xonadonlarga ustanovka qilinadi. Shlankilari nima desalaring, mana issiqdan juda ham oqilona foydalanganmiz. Mana shu yerdan o't yonsa, bunkerida polni eshikka urganda olov, mana shu eshigi ham qizimaydi. Mana shu yerdan suv sirkulyatsiya bo'lib ketadi. 2 metr teplanmenligi bor. Bunkerida ko'mir yoqasimi, o'tin yoqasimi nimaki yoqsangiz 1 metr pastga tushib, tepaga chiqib, dimoxodga chiqib ketadi. Maksimum 85% issiqlikni o'zida olib qoladi. Katyolimizni lisi 3 lisi, zakazga qarab 4 lik qilib beraveramiz. Bunkeriga 30 kg ko'mir solinadi va ventilyator orqali ishlaydi. 85 vatlik ventilyatori bor. Tepadan yonuvchi katyolimiz mana shu profillardan o'sha bunker qismiga havo haydaydi. Hamda pastida bitta eshigi bor. Ko'mir yonib bo'lgandan keyin kulini shu yerdan olinadi. Katyolimiz gradusi avtomatik ishlaydi. 40 gradusga qo'ysangiz 40, 80 gradusga qo'ysangiz 80 dan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Shunaqa o'zini sezuvchan moslamasi bor. O'ziga 50 litr atrofida suv oladi va 195-200 litr suvni sirkulyatsiya qilib beradi. Katyolimiz og'irligi 160 kg chiqadi va bitta tenga ham xudi bor. 2 metr teplanmenlikda tozalaganingizda musorlar pastga tushadi, shetdan olishga o'zini chiroyli
xodi bor. Juda ham tozalashga, ochiskaga juda ham udobniy qilib qilingan. Podachi battan ulanadi, obrotkasi battan. Ventilyatorni o'ngga chapga, zakasga qarab qilib berilaveradi. Ruchkalari ham juda ham sifatli, ligrovishni. Agar yonlaridan tutun chiqsa, mana shu yerdan ligrovka qilsalar ham bo'ladi. Hamma eshigi ligrovishni qilib qilingan. Xo'p, mana katolimizni o'rnatdik. 4 ta 5 ta ispitaniya qilganini o'tin tashladik bunkeriga. Ko'mir tashlamadik. Nimagaki ko'mir hozir to'ldirib qo'ysak, hozirgi issiqda x sutka yonadi. 1-2 daqiqa bo'ldi, 40 gradusga chiqdi. O'zi 15 gradus edi suvning harorati. Juda ham chiroyli. Hamma yoqda tekshirdilarni. Bironta joyda suv oqqan joy yo'q, tomlarda ham podachi, obrotkani biz o'rnatib ketaveramiz. Polni uстановка qilingandan keyin tizimi tomga chiqib har bir nimani tekshiriladi. Har bir ulangan, montaj bo'lgan joylarda. Xudo xolasa, katolimiz juda ham chiroyli ishlab berdi. Katolda ham hech qanaqa ayb yo'q. Polni tekshirdik qilgan ishimizni. Polni sistemaga podachi 40 lik turbada qilindi. Obrotkasi ham 40 mi? 32. Obrotka qach 32 lik, 6 ta radiatorimizga qo'shilib, hammomdachi topli poli bor ekan, traynoy qilib, hammomni topli poliga ham ulab berdik mana. Sirkulyatsioniy nasos eski topli pol bo'lgan. Shunga ham uladik. O'zimiz sistemada ham bitta sirkulyatsioniy nasos bor. Mana. O'sha mustahkam tursin deb podachida ham oxirigacha ashaqa rekalarda qilib berdik. Turbamiz tagida ashaqa reka bor. Rekaga simda qatirib chiqarilgan. Uni foydasi turba eshilib ketmaydi, xudo xolasa. Katolimizni ishga tushirdik va to'liq xudo xolasa 70 ga jicha qoldi. 70 da shu sinab beryapmiz bo'ldi sistemamizni. Mana katolni o'zidan xudo xolasa 70 podachi chiqib ketyapti. 66 ko'rsatyapti oxirgi tochkamiz. Endi bu tomon rasa oxirgisi kirish. 73 gradus ko'rsatyapti. Mana. Jicha uklon bilan qilingan. Nimagaki tepadan tushadi. Bu tomon sal pastroq. Baland bo'lgani uchun xo'p. Bu tomon ham o'zi 70 ko'rsatyapti. 71. Sistemamizni shunaqa baland gradusda sinab berdik, xudo xolasa. Katolimiz juda ham chiroyli ishlab berdi. Bunda mana shu 6 ta radiatorimiz, 15 lik kilovatli katolimiz hammasi qancha bo'lganini sizlarga aytib o'tib ketamiz dedik. Mana shu proyekt tizimi qanchaga tushganini hozir shuni sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, Santexnik magazinimizdan radiator turbalar o'sha nimaga ketsa hamma yo'q qancha bo'ldi? Magazinda o'zi 9.824 ming metr. 9.824 ming 6 ta radiator turbalar, Amerikanka sirkulyatsioniy nasoslar, to'g'rimi? Xizmat qancha oldilar? Xizmat 3.350 ming. 450 dan bo'ldi. Topli pollarni olib chiqib berdik, 200 ming yozdik. Bir har bir radiator bitta toshka hisoblanadi. 450 ming so'mdan bo'libdi. Radiator yana jicha qo'shimcha 200 ming olinibdi. 3 million qancha? 350 ming. 3 million 350 ming xizmat bo'ldi. Katol 7 million, 15 kilovatli. Rashtiy bachoy qalin olib keldik. Rashtiy bachoy 280 ming. O'sha xonadonimiz 20 million 54 ming so'mga tushdi. 454 ming. 400 ming avansi ham bor. 400 ming avansi bo'lsa 20 million 454 ming so'mga tushibdi. Mana shu bugungi qilgan ishimiz, bugungi proyektimiz. Xudo xolasa Santexnik brigadamiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqarida 12 ta viloyatga biz asosiy yo'nalishimiz gazlashtirilmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli katollar ishlab chiqarish bizning manzilimiz Farg'ona viloyatida Qo'shtepa tumanida. Tashrif buyursalar, o'zimiz ishlab chiqargan shunaqa har xil bunkersiz, bunkerli katollar, Rossiyadan, Turkiyadan keladigan har xil ko'mirli katollar bor. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga bitta like bosamiz. Ko'mirli katollar bilan tanishlarga, Santexnik yo'qlar bilan tanishlarga shu videoda jo'natib qo'yamiz. Biz Andijon viloyati Sharxon tumani Jo'ja mahalla fuqarolar yig'inida shu xizmatlarimizni qilib berdik.